$850 tayyor bo'lgan pardamizni obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring va layk bosishni unutmang. Bu mehmonxonamiz uchun tikilgan Senorita modeli. Bu yotoqxona uchun tikib bergan modelim. Bu bolalar xonasi uchun tikilgan high-tech modeli. Bu pardalarimizni go'zalligini qarang, juda ham chiroyli bo'lib yaltirayapti. Tullarimiz portiralarimizga moslangan, bir-biriga uyg'unlashgan. Bu ipak portiramizda ham shunaqa barglari bor, tulimizda ham bor. Bunga uyg'unlashib, shunaqa bejeviy rangda portiralarni mosladik. Bahramalarini yonishini qarang. Mana belbog'larini ko'ring. Swarovski toshlar bilan bezatilgan belbog'lar, держатели bir-biriga mos, juda ham chiroyli chiqdi. Blackout matosidan 2 xil rangidan foydalanib tikib berdim. Shunaqa chiroyli kurjvalar qo'yib berdim. Blackout qorasi, bu blackoutni oqi. Bunisiga ham mana shunaqa qora kurjva qo'ydim. Bunga moslab tepa belbog' qo'ydim. Qora pardalarimiz, tulimiz bambuk matosidan. Shunaqa ozgina ichida uzorlari bor. O'ziga mos, chiroyli chiqdi. Bolalar xonasi uchun tikilgan high-tech modelini portirasi kanvas, tuli esa lion. Agar sizga ham shunaqa xizmatlarimiz zarur bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga plyus belgisini qoldiring.